ish olib borganda mana shunday 4 bolani otasi mana shu qafasning ichida o'tirmasdi. Buni 4 ta bolasi bor, bolalar sudda qatnashyapti. Bu kelajakda bu bolalarning ongida nima o'sadi? Nimaga e'tibor berishmayapti? Hech narsa bo'lmasdan turib jinoyat ishi qanaqa qilib ochildi? Sirojiddin Odilov o'rinda bo'lganimda, bu jarayondan keyin oqlanib chiqqanimdan keyin birinchi o'rinda tergovchining ustidan ariza berardim. Eng halol haqiqatdan ham buni hozir boshqa blogerlar hech qaysi almashtirilmaydigan bloger bo'lganmiz. Akamiz Namangandan Jizzax shahriga velosipedda Sirojnagan sudida qatnashish uchun kelibdilar. Alloh rozi bo'lsin. Haqgo'yligini bilaman, so'kinmasligini bilaman YouTube'da. Yaxshilik uchun ataylab keldim sudida. Mablag' depozitda turibdi. Ularning qo'liga pul berilmaganini hisobiga menimcha jarayon davom etyapti. 5 ga yaqin advokat ish olib boryapti. Bu bir. Ikkinchi o'rinda sudya ham to'g'ri ish olib boryapti deb o'ylayman. Prokuror ham bunaqa qora odam emas edi, qorayib ketgan, juda ozib ketgan. Kimdir endi ishini xalqqa beraman deydiganlari bor. Bu noto'g'ri. Bloger hech qanaqa davlat strukturasiga oid inson emas, advokat emas, yurist emas. Hech kim aytolmaydi ertaga bu kun meni boshimga tushmaydi deb. Hech kim. Nimaga tergov jarayonida birorta isbotsiz bu narsani inobatga olyapti? Shunda agar bularning ishi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, hozir hammamiz lipoy odamning ustidan bor ariza berib 1 million mendan talab qildi, oldi desa, uni ham qamatib ketaveradigan bo'lsak, bu adolat yo'qolib qoladi. Kishilarga ma'lum bo'lsa ham, bo'lmasa ham haqiqat haqiqatdir. Ko'r insonning ko'zlari ko'rmasa ham kunduzdir. So'zimning boshini nega aynan bunday jumlalar bilan boshladim? Jizzax shahar jinoyat ishlari bo'yicha sud binosida ham hozirgi kunda Sirojiddin medianing jarayoni ham aynan ko'r insonning jarayoniga o'tmoqda. Borgan sari sud jarayonlari bizni ajablantirmoqda. Jabrlanuvchilarning qaysi vaqtda jabr ko'rganidan ikkilanib bir hayratlangan bo'lsak, bugungi sud jarayonida jabrlanuvchilarning jabrlanuvchi bo'lishiga guvoh bo'lgan guvohlarning so'rovlaridan 2 barobar ajablandik. Kommentariyalarda, izohlarda o'zingniki bo'lgani uchun yonini olasan degan izohlar ham yo'q emas. Hozirgi kunda sud jarayoniga nafaqat ommaviy axborot vositalari, balki butun kuzatuvchilarimiz ham tashrif buyurishmoqda. Xo'sh, endi aytingchi, videolarni ko'rayotgan bo'lsangiz, xolis kuzatuvchilarning fikrini ham eshityapsizmi? Bugungi sud jarayonimizga ijtimoiy tarmoqlarda o'zining kuzatuvchilariga ega bo'lgan bloger Shuhrat Musayev ham tashrif buyurdilar. Bizni ajablantirayotgan holat albatta Shuhrat Musayevni ham ajablantirdi. O'z ko'zlari bilan guvoh bo'lgan holatda tanqidiy va ijobiy fikrlarni berishdan bizning kameralarimizdan qochmadilar. Hurmatli kuzatuvchilar, dasturimiz davomida barcha fikrlarni o'zingiz qo'lga olishingiz mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda sud jarayonida menga bir qanaqadir qiziq bo'lgan narsa, bularni boshida bergan ko'rsatmalari bilan bugungi kunda, ya'ni jabrlanuvchi va guvohlarni bugungi kunda berayotgan ko'rsatmalari bir-biriga umuman mutlaqo to'g'ri kelmaganlar. Xo'p, undan tashqari berilayotgan savollarga kimdir jahli chiqib ketayotganini ko'ramiz, savollar aylantirib ketishayotganini ko'ramiz. Mayli, unisi ham bir yo'liga, unisi ham o'ziga. Bu tarafdan, ya'ni sudyamiz ishni to'g'ri olib borayotgani yoqdi. Prokuror imminni shu prokuratura xodimi sifatida neytral holatda ishini olib borayotganini ko'ramiz. Bu ham xudo xolasa Siroj akamni ishi jarayonida menimcha yaxshi tarafga o'zgarish bo'ladi. Chunki menimcha aqli bor inson, savodi bor inson, tim bo'li ko'p yillik tajribasi bor insonlar bu yerda ishlaydi. Har bitta gapni A'si B'siga to'g'ri kelmagan holatlarni ular ko'rib tushunishadi. Va undan tashqari bu masalada menimcha oxirida xudo xolasa oqilona, odilona qaror qabul qilishadi deb o'ylayman. Endi qo'shimcha qiladigan bo'lsa, avvalambor men lichni o'zim bu masalani xudo xolasa yaxshi yechim topishini tarafdoriman. Sudyamizdan ham, prokurorimizdan ham avvalambor mana shu Sirojiddin Odilovni oilasiga, farzandlarini oldiga chiqarib yorishini so'rayman. 4 ta farzandi bor, oilada boquvchi. Bu insonni jamiyatga agar bu qilgan ishini ziyon deb biladigan bo'lsa, uni bu jamiyatga keltirgan foydasini oldida bu ziyon
xuddi oq varroqqa bir dona nuqta, qora nuqta qo'yilgandek gap bo'lib qoladi. Biz bitta dona qora nuqtani emas, uni atrofidagi oq varroqni ko'rishimiz kerak deb o'ylayman. Keyin shu bilan men o'zim jabrlanuvchilar bilan jabrlanuvchi tarafdan guvoh bo'lgan insonlar bilan ham gaplashdim. Ular ham Sirojiddin Odilovni, ya'ni Siroj akamni qamalishini xohlashmayapti. Ular o'zligini o'sha yetkazilgan zarar deb, ya'ni Siroj akam bularga ko'rsatgan xizmati uchun berilgan pulni qoplab berishsa, hech qanaqa da'vo qilmasligini aytishyapti. Mani sud jarayonidan hozirgi paytgacha bo'lgan fikrim shu. Bundan keyin jarayonga qarab fikr bildiraveramiz. Yo'q, hozir mana juda ham yaxshi professional advokatlarimiz bor. Biz ulardan minnatdormiz. Ukam shunaqa chiroyli himoya qilishyapti. Mana shu prokurordan, sudya janoblaridan ham juda ham xursandmiz va hozirgi aytayotgan hamma gaplarga qo'shilaman. O'zim ham hayron qoldim. Masalan, men ham bitta o'sha o'zini jinoyat jabrlanuvchi degan akaga aytdimki, sizni nimaga isbotingiz bo'lmasdan turib qanaqa qilib nima qilasiz? Unda hamma bir-birini o'sha Shuhratbek aytgandek, bir-birini shunaqa qilib mana hech qanaqa dalillarsiz qanaqa qilib bu nima o'sha nimada jinoyat ishi deb hisoblangan dela sudga o'tgani meni ham to'g'risi hayron qoldirdi. Lekin mana men bitta oddiy fuqaro sifatida aytaman, bu hamma buning uchun advokat, sudya, tergovchi bo'lish shart emas. Har bir fuqaro o'zini huquqlarini himoya qiladi. O'sha ma'noda meni ukamni huquqlari buzilyapti deb hisoblayman. Yo'q, eng qiziq joyi mana shu Sarvar opamning aytayotgan joyiga qaraymiz-da. Bir inson просто mana shu narsani huquq tartibot organidanmi, prokuraturadanmi, sud tizimidanmi, umuman yurisprudensiyada, ya'ni yuridik sohadagi birorta inson tushuntirib bersin. Men liboy odamning ustidan ariza berib, uni ustidan hech qanaqa qo'limda dalilimsiz jinoyat ishi ochtirish darajasigacha olib bora olamanmi? Tergov jarayonida birorta bir insonga jinoyat ishi ochilayotganda birorta bir dalil bo'lish kerak, hatto bir audio zapis bo'lish kerak. Hech narsa bo'lmasdan turib jinoyat ishi qanaqa qilib ochildi? Men o'zi o'ylab o'tiribman. Bu jarayonni ko'ramiz, bu jarayonlar qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Menimcha xudo xolasa Siroj akam yutib chiqqandan keyin mana shu jinoyat ishi ochganlar, mana shunaqa noqonuniy xatti-harakat qilganlarning ustidan ariza berib, ularni tegishli tartibda javobgarlikka tortirib, yana yetmaganiga bir 100 milliard ma'naviy zararga ularni ham qo'shimcha qilib undirib yuborsa, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Qolganligi o'rniga bo'ladi. Havodan bir insonga jinoyat yasashmaydi. Sirojiddinni ancha yillardan taniyman. Eng halol, eng to'g'ri blogerlardan deb shu ukam bilaman. Eng halol haqiqatdan ham buni hozir boshqa blogerlar hech qaysi almashtirilmaydigan bloger bu ukamiz. Necha marta meni ishim tushib kelgan bo'lsam, hamisha chiqib kelib shu bola yoritib berib ketgan. Sirojdan har doim aytadi eshitganim. Men deydi, bu sizlarning ishinglarni hal qilib bermayman. Faqat yoritib berishim mumkin. Biron marta birontasiga bir sizni ishingizni hal qilib beraman degan joyini eshitmaganmiz bu boladan. Men bu sudlanayotgan Sirojiddinni umrimda ko'rmaganman, telefon orqali bilaman. Haqgo'yligini bilaman, so'kinmasligini bilaman YouTube'da, telefonda. Muomalasini, hamma tomondan xulqlarini yaxshiligi uchun ataylab keldim sudida, ochiq sud bo'lyapti dedim. Men o'ylabman, qo'l ko'tarsam menga sudya so'z beradi deb o'ylabman. U adashgan ekanman, bunday qilsam so'z beradi debman. Men Sirojiddinni aslo bunaqa yerda o'tirishini xohlamayman sudda. Hamma yo'q norozi degan joyini men ko'rmayapman. Даже orada mana o'zim bir xolis sifatida jabrlangan taraflar bilan ham bir suhbat qildim. Men tanishar ekan, obunachilar ekan, gaplashdik. Ular ham bizni da'voyimiz yo'q. Bizni mablag'imizni qoplab bersin deyapti. Endi mablag' depozitda turibdi. Ularning qo'liga pul berilmaganini hisobiga menimcha jarayon davom etyapti. Qolgan masalada endi mana ko'ryapmiz, juda ko'p insonlar qo'llab-quvvatlagani kelyapti. Bu juda yaxshi deb bilaman. Agar Sirojiddin Odilov yomon inson bo'lganda,
qo'llab-quvvatlashga mana bu yerda hech kim kelmasdi. O'zi bilan o'zi qo'rib ketardi. Endi qolgan masala menimcha bu jarayon davomida chiqib kelsa kerak. Lekin men agar Sirojiddin Odilov o'rinda bo'lganimda, bu jarayondan keyin oqlanib chiqqanimdan keyin birinchi o'rinda tergovchining ustidan ariza berardim. Tergovchining ustidan ariza berib, xizmat tekshiruvi o'tkazib, sudga olib chiqib, bo'yniga qo'yib, yetmaganiga moddiy, ma'naviy zarar ham bo'yniga qo'ydirardim. Chunki 5 oy umr qamoqda o'tyapti. Tergov holatini o'zida bu yerda xatolar borligi shunday prosta jarayonni o'zida ko'rinib turibdi. Yuridически ozgina tushunchasi bor odam bu narsani bir marta prosta eshitganni o'zida, ko'rganni o'zida tushunib oladi. Sirojnagan solig'i bo'yicha mana har xil gaplar bo'lyapti-da. Yo'q, soliq bo'ldingiz. Soliq chato, rang ko'rayotgan bo'lsanglar, Siroj akam bunaqa qora odam emas-da, qorayib ketgan, juda ozib ketgan, barmoqlar, lablar shumshayib ketgan darajada. Lablar bilasizmi, bir insonni bittada bir 20 yilga qaritib qo'ysangiz, shunaqa holatga o'xshab qolgan. Endi avvalambor Alloh sog'lik bersin. Ichkari endi aka mehmonxona emas-da. O'shani hisobiga tim bo'lib bu yoqda ko'rdik. 40 gradus emas, 50-60 gradus issiqlar ham bo'lib ketdi. Shularning ham ta'siri sog'liqlarida baribir juda bir yomon tarafga o'zgarish bor. Hozir ham mana ko'rdingiz-ku, o'zimiz hamma maslahatlashib, sog'lig'ini o'sha tibbiy ekspertizadan o'tkazish bo'yicha so'radik. Hamma so'radi bu narsani. Keyin tushunib yetdikki, ekspertiza tayinlangandan keyin bu narsa 1 oygacha cho'zilib ketishi, ya'ni yana Sirojiddin Odilovni 1 oy yana qamoqda ushlab turilishi mumkin degan shubha bo'lganini hisobiga yana qaytarib olish so'raldi. Nimaga? Biz uchun hozir mana umuman Sirojiddin Odilovga, atrofdagilarga, advokatlarga, hammaga bu jarayonni tezroq bitishi. Nimaga? Chunki sud tergov jarayoni o'tib bo'ldi. Bunday olib qarasanglar, hammadan savollarni qilib olishdi, so'rovlarni qilib olishdi. Odamlar fikrni aytdi. Misol, даже jarayondagi holatlarni emas, suddagi holatlarni endi hamma narsasini aytolmaymiz-ku, baribir. Birinchi ko'rsatma bilan bugungi kunda gapirilayotgan gap bir-biriga umuman to'g'ri kelmayotgan holatlarni ham ko'ryapmiz-da. Umuman, ya'ni savol, advokatlar savol berganda jabrlanuvchiman degan, guvohman degan taraflar tupikka kirib qolib, javob qaytara olmayotgan holatlarni ko'ryapmiz. Bunaqa savol bermayman. Bu masalani o'zi Sirojiddin Odilovni ishini menimcha davlat miqyosida bir qanaqadir nazoratga olish kerak ham deb o'ylayman. Nimaga? Chunki liboy holatda tergov jarayonini o'zini surishtiruv qilib, xizmat tekshiruv qilib, agar oqilona, haqiqatdan ham bir ozgina insofi bor odam buni bitta kovlab chiqsa ham noto'g'ri ishlarni ko'radi-da. Ko'radi. Men shunaqa deb fikrlayman. Endi avvalambor oilasini oldiga, farzandlarini oldiga qaytishini tarafdorimiz hammamiz. Sizlar ham duoda bo'lib turinglar. Sirojiddin Odilov kimga qanaqa? Men kichkina mana shunday bolaligimdan beri taniyman Siroj akamni. Men o'sha mahallada katta bo'lganman. Siroj akam birovga yomonligini, teganini ko'rmaganman. Bu dunyoda ham, qiyomatda ham aytaman. Shu paytgacha aytib kelganman bu narsani. Yomonligi tegmagan o insonni. Hozir shunaqa payt bo'lib qoldi-da, aka. Men ijtimoiy tarmoqda ba'zi bir blogerlar mana bu gaplarimni eshitib, deydi. Aslida men shu blogerlik sohasida eng birinchi kirib kelgan bo'laman O'zbekistonda. Men so'z erkinligiga bir ma'lum bir miqdorda hissa qo'shgan bo'laman-da. Mana odam, mana tasavvur qiling, muammosi bor. Muammosi bor, bu yechimini topmayapti. Har xil tashkilotlarga boryapti, davlat idoralariga boryapti, bu masala yechilmayapti. Ijtimoiy tarmoqda blogerlar ma'lum bir masalalarni yechayotganini ko'ryapti-da, blogerdan umid paydo bo'lyapti. Blogerga boryapti. Bloger aka, meni xizmatim bor, yo'lkiram bor, yeb ichishim bor, oilam, bola chaqam bor, tirikchiligim shundan deyapti. Shartnoma tuzyapti, animga aytayapti, men faqat yoritib beraman. Kimdir endi ishini hal qilib beraman deydiganlari bor. Bu noto'g'ri. Bloger hech qanaqa davlat strukturasiga oid inson emas, advokat emas, yurist emas. Bloger bu ma'lum bir muammoni ijtimoiy tarmoqqa yoritib beradigan shaxs xolos. Qaysi biridir jurnalist, qaysi biridir oddiy mustaqil jurnalist, bloger. Endi shunaqa holatlar bo'lyapti. Bu insonni umidi sizda, siz bu narsani yoritganingizdan keyin ishingiz hal bo'lmadi. Vaziyat bo'lib qoldi, pulingizni qaytarib olish imkoniyati. Mendan pul olgan ishimni bitirib beraman deb bu ariza beryapti. Uzun gap bo'lmagan. Qarabsizki nima bo'lyapti? Yo'q joydan tayyor bitta jabrlanuvchi. Buni aldab pul ishini bitirib beraman deb pulini olgan. Lekin bu ishini bitirib beraman deganini asoslab berish kerak.
ko'pchilik mana shu jabrlanganman degan insonlar ham sud jarayonida ham, suddan oldin ham o'ylab ko'rmaydi. Gapirilgan gap sud jarayonida isbotlab berilishi kerak. Isbotlab berilmagandan keyin u hech qanaqasiga olinmaydi. Quruq gap, agar bunday olib qarasangiz, quruq gap bilan hozir mani fikrim bo'yicha Sirojiddin mediani kimdir просто tak quruq tuhmat uchun o'tiribdi. Asossiz sanksiya qo'yilib, birorta bir isbotsiz sanksiya qo'yilib, Sirojiddin media hozirgi kunda Siroj akam qamoqda o'shab turibdi. Na Sirojnagani xalqqa beraman degan ovozlari bor, na yozishma, na Audio zapisni eshitib turibmiz-ku, rahmat aytibdi. Shu odamlarning o'zi rahmat aytibdi. Bu logikaga to'g'ri kelmaydi. Просто boyagi joydagi endi mantig'ini aytaman-da. Bu odam pulga muhtoj bo'lib qoldi. Bir 5 million, 10 million pul bergan. Imkoniyat o'sha pulni qaytarib olish. maqsad shu. Maqsad shu. Yaxshi emasdi. Yaxshi emas. Endi bu odam o'ylash kerak. Bloger yana bir marta aytaman, o'rtoqlar, blogerlar sizning muammoyingizni hal qilib beradigan tashkilot yoki vakolatga ega shaxslar emas. Ular bor yo'g'i sizning muammoyingizni ijtimoiy tarmoqqa yoritadi va ma'lum bir huquq-tartibot organlari, ma'lum bir tegishli tashkilotlar bu vaziyatni ko'rgani uchungina haligi masalaga rahbariyatdan kimdir ko'rsa, "Ey, anetta anu ish nimaga bitmadi? Nimaga bu internetda chiqyapti?" deb ularni qo'yganning hisobiga yoki bu narsani tepasida turib bitirlaring, qaralaring deganning hisobiga bu ma'lum bir masalalarimiz hal bo'ladi. Rahbarlar ko'rgani uchun maqsad shu. Nimaga? Chunki pastda oddiy odamni eshitmaydigan, dimog'dor, burni balandlar ko'p. Shunaqa. O'sha tepadagilardan, rahbarlardan umid qilib ijtimoiy tarmoqqa videolar qo'yiladi. Bor yo'g'i shu. Mani fikrim shu. Musayev, mana hozir sud jarayoniga siz Toshkentdan to Jizzaxga kelguncha nima fikrdingizda? Endi hozirgi suddan keyin nima fikrda bo'ldingiz? Suddan oldin ham fikrimni ijtimoiy tarmoqda aytganman. Siroj akamni qanaqa insonligini bilaman va bu yerda boya aytgan gapi, yasama, tamom. Yasama. Boshqa variant yo'q. O'sha kimgadir yoqmayapti. Men ishonaman, Sirojiddin mediani oqlashadi. Oqlashadi. Nimaga? Chunki bir emas, hozir ko'ryapmiz, 5 ga yaqin advokat ish olib boryapti. Bu bir. Ikkinchi o'rinda sudya ham to'g'ri ish olib boryapti deb o'ylayman. Prokurorni ham biz ko'ryapmiz. Даже kerak bo'lsa, advokatlik qilib savol bergan joylarini eshityapman prokurorni. Bu yaxshi. Bu yaxshi. Oldin prokuror deganda ko'pchilik juda bir yomon qoriluvchi odamni miyasiga shakllantirardi. Hozir bu jarayonda u prinsip ozgina o'zgaryapti. Ya'ni tushuncha, fikr o'zgaryapti. Endi dadil fikr bildirishga jarayondan ko'rib men bir qanaqadir sud sirlarini oshkor qilayotganim yo'q, boshqa qilayotganim yo'q. Men sudga bir bloger sifatida o'zimning fikrimni bildiryapman va menimcha bu hech kimga bosim yoki boshqa joy yo'q. Men yana bir marta aytaman. O'sha jabrlanganman degan insonlar mana shu sizlar pulinglarni yedi yoki sizlarni aldadi degan da'vo bilan chiqyapsizlar, misol ko'pchiliginglar. Oilasi bilan gaplashinglar. Farzandlarini ko'ringlar. Avvalambor bunaqa holat hech kimning boshiga tushmasin o'rtoqlar. Boshiga tushsa, o'rtoqlar bu juda chatoq. Juda chatoq. Muloqot. Eng kerakli narsa dialog. Hammanglarni mana shu jabrlangan tarafni ham, aybdor deyilayotgan taraf ham hamma bir-biri bilan dialog o'rnatadigan bo'lsa, menimcha bu masala yana ham tezroq yechimini topadi va mamlaqa holatlar bo'lmaydi. Chunki hech kim aytolmaydi ertaga bu kun meni boshimga tushmaydi deb. Hech kim xavotir birlashtirgan ko'p jamiyat vakillari. Hech kim aytmaydi bu narsani boshimga tushmaydi. U narsaning iloji yo'q. Alloh bilguchi. Shu uchun meni fikrim shu. Siz xodimlar o'tiribdi, nimaga shuni sudgacha olib kelishdi? Nimaga tergov jarayonida shuni tugatishmadi? O'sha narsani, mana onam qarang. Xuddi shu siz aytayotgan narsangizga men mana shu video hozir boshlashgan paytda ham aytdim. Tergov jarayonida sanksiya qo'llanyapti. Bu yerda 165-modda qo'yib qo'yilyapti. Lekin ularni qo'liga tergovda mana asosim, mana audio zapisim, mana video zapisim deb birorta isbot dalil berilmagan holatida sanksiya ushalib turibdi-da, bu sudga chiqib sudda ketyapti. Logika yo'q. Biz bu narsani bilmaymiz. Yo'q. Bu yerda yana bitta narsani so'ragan bo'lardim. Bu jarayon tugagandan keyin imminni mana shu Sirojiddin Odilovni tergov jarayonini olib borgan, sanksiya berdirib sudgacha tergovdan sudga olib chiqqan odam ustidan, ya'ni xodim ustidan xizmat tekshiruvi o'tkazish, u aniq qilish kerak. Chunki leboy advokat, yurist odam
bu holatni prosta ko'rib chiqsa ham bu yerda hech qanaqasiga imkoniyat yo'q. Qanaqa qilib bir insonni prosta mendan pul talab qildi, 1 million pulimni oldi yo boshqa qildi deb bo'yniga qo'yib yuboryapti. Qani isbot? Nimaga tergov jarayonida birorta isbotsiz bu narsani inobatga olinyapti? Shunda agar bularning ishi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, hozir hammamiz liboy odam ustidan bor ariza berib 1 million mendan talab qildi yo oldi desa, uni ham qamatib ketaveradigan bo'lsak, bu yerda adolat yo'qolib qoladi. Shunaqa. Adolat yo'qolib qoladi umuman. Tushunasizmi? Biz bilmaymiz, ular nimaga bunaqa qilganini. Qaysi fikr bilan, qaysi yoki kimnidir gapi bilanmi yoki o'zini ana o'tin dunyo qarashidan kelib chiqib bilmaymiz-da. Chunki men даже tergovchining kimligini bilmayman misol. Hamma xodimlar yomon deyolmayman. Yo'q, xodimni hammasi yomon bo'la olmaydi. Xodimlar ishlashga noloyiq deb o'ylayman. Ichki ishlarda ham. Lekin yaxshi xodimlar ham bor, yomon xodimlar ham bor. Mana shu xodimlar agar yaxshi ish olib borganda, mana shunday to'r bolaning otasi mana shu qafasning ichida o'tirmasdi. Buni 4 ta bolasi bor, bolalar sudda qatnashyapti. Bu kelajakda bu bolalarning ongida nima o'sadi? Nimaga e'tibor berishmayapti? Misol jinoyatchi ham o'tgan safar ham aytdim, jinoyatchi ham jabrlanuvchi ham o'zimizning fuqaro. Nimaga o'zimizning fuqaroni shunchalar qilamiz deyapmiz. Mana hozir suddan ham iltimos qildik. Chiqarib yuborganlarda bo'lardi. Men shunday deb o'ylayman. Bolalarning oldida O'zbekistondan chiqib ketmaylar. Hamma yer muhofazalangan, hech yoqqa ketilmaydilar. Qatnab tergovga kelganlarda ham bo'lardi. Men shunday deb o'ylayman. Endi hozir bu sud haqida biz fikr bildirsangiz xato bo'lib qoladi. Sudga bosim degan talqin qilishadi. Sud tugasin, sud tugagandagi fikrlarimiz. Men oliy ma'lumotli emasman. Sizlarga shuni aytyapman. Men oddiy fuqaroman deb tushuntiryapman. Agar sizlarda oliy ma'lumotli bo'lganda bunaqa savolni bermasmidim balki. Bizni umumiy asosiy maqsadimiz shu sud jarayonini odilona va to'g'ri o'tishida. Biz jamoatchilik sifatida, bir blogerlar sifatida bekorga kelinayotgani yo'q. Kuzatib, bu sudyalarni, prokurorlarni xatti-harakatlarida noqonuniy ishlar bormi, yo'qmi, bularga kimdir bosim qilyaptimi, yo'qmi? Biz ham chetdan turib bundoq qarab ko'ramiz-ku baribir. Bilamiz va menimcha ommaviy axborot vositalari ishtirok etadigan sudlarda noqonuniy xatti-harakatlar qilmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, endi boyaga mana ichki ishlar xodimi yoki mana shu tergovchi deylik, boshqasi bularni sud jarayonigacha olib kelib, birorta bir isbotsiz yoki boshqasi sanksiya qo'yillashi, boshqa qilishi, endi menimcha biz hammamiz mana shu sud tugagandan keyin o'sha Sirojiddin Odilov o'zini arizasi bilan ularni xizmat tekshiruvini o'tkazib, ularni javobgarlikka tortish harakatini qilsak bo'ladi. Qonun himoyachisiman deb qonunni mensimaydigan, qonunni buzadigan har qanaqa qonun himoyachisini oddiy fuqaroga nisbatan 3 barobar, 4 barobar og'irroq jazolash kerak deb hisoblayman. Akamiz Namangandan Jizzax shahriga velosipedda Sirojnagan sudida qatnashish uchun kelibdilar. Alloh rozi bo'lsin. Har bir qadamlariga ajr bersin. Qoyil qoldim aka. Bunaqa yaxshi insonlarni bu ko'payishini xohlayman, yo'q bo'lishini emas. Sudya sizdan iltimos. Shu ishlarni yeching, iltimos sizdan. Aziz kuzatuvchi, yuqorida so'zni boshlagan satrlarni bejizga aytmaganimga o'zingiz ham amin bo'ldingiz degan umiddaman. Xo'sh, yuqoridagi satrlar aynan Sirojiddin medianing sudiga bog'liqlik taraflari bormi? Siz ham o'zingizni, fikringizni izohlarda qoldiring. Hurmatli kuzatuvchi, bizni kuzatishda davom eting. Eng muhim yangiliklarni siz uchun ulashamiz.